dahshatlar bilan to'la bo'lgan. Chunki Qo'qon xonligi tugatilgan, ya'ni 1876-yildan so'ng uni Rus podshosi Orenburgda uy qamog'ida saqlaydi 2 yil davomida. Lekin mana shu 2 yil Xudoyorxonning hayotida dahshatlar bilan to'la bo'lgan. Chunki juda ham katta xonlikni xoni bo'lgan kishi birdaniga hech narsasi yo'q, hech vaqosi yo'q bir bechora insonga Orenburgdagi bir qishloqdagi yog'ochdan bo'lgan uyda yashay boshlaydi. Va 2 yil davomida mana shu 50 yoshlik sog'lom inson Rus podshosidan haj amalini bajarish uchun ruxsat so'raydi. Lekin 2 yil davomida unga Rus podshosi ruxsat bermaydi. Sababi baribir ichida hadiksiraydi Xudoyorxonni. Agar bunga ruxsat bersam qaytadida o'zini shu o'ziga moyil bo'lgan insonlarni atrofiga jamlab yana menga qarshi bosh ko'taradi degan hadik ichida bo'ladi. Shu sababli Xudoyorxonga ruxsat bermaydi. Lekin 2 yil davomida Orenburgdagi ob-havo va har xil mana shu hayotdagi bo'lgan qiyinchiliklar uni sindiradi. 2 yilda ichida Xudoyorxon kasalliklarga chalinganligi sababli cholga aylanib qoladi. Mana shu munkullagan cholni ko'rib Rus podshosi uni mensimaydi. Borib kelaver, mayli amalingni bajar. 2 yil qaytmading shu so'rovingni. Mayli borgin deb ruxsat beradi, faqatgina bitta shartim bor. Qur'onni olib kelib, Qur'onga qo'lini qo'yib qasam ichiradi. Nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar qaytib kelaman deb so'z ber deydi. Va Xudoyorxon qasam ichib yo'lga otlanadi. Hajga borib, amallarini bajarib, qaytishida Afg'onistonning Mozori Sharif yaqinidagi Koruh qishlog'iga yetganda kasallik juda ham avj oladi. Va mana shu kasallik tufayli Xudoyorxon qaytib oyoqqa turmaydi. Bugungi kunda Xudoyorxonning eng so'nggi manzili Afg'onistonning Mozori Sharif yaqinidagi Koruh qishlog'ida dafn etilgan. Aytishlaricha uni yonidan topilgan eng so'nggi tillo tangalariga xonlarcha uni